kimyo xalqaro universiteti hafta davomidagi eng muhim yangiliklar 1 daqiqada. KIJ dasturi doirasida universitetimiz talabalari sun'iy intellekt al yo'nalishi bo'yicha xalqaro ta'lim dasturida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. 5-yanvardan boshlab sirtqi ta'limda o'qiydigan talabalarimiz uchun o'quv jarayonlari boshlandi. Universitetimizda sirtqi ta'lim yo'nalishlari o'rtasida futbol musobaqasi 10-11 yanvar kunlari bo'lib o'tadi. Musobaqada ishtirok etishni istagan jamoalar belgilangan 7-yanvardan 10-yanvargacha bo'lgan muddatda ro'yxatdan o'tishlari so'raladi. 2026-yil 6-yanvar kuni Toshkent kimyo xalqaro universiteti tibbiyot maktabi talabalaridan iborat delegatsiya Xitoy Xalq Respublikasining Changdu shahrida joylashgan Changdu Medical University'ga malakaviy amaliyot dasturi doirasida jo'nab ketdi. Changdu shahriga yetib kelgan talabalarimiz hamkor universitet rahbariyati hamda professor o'qituvchilar jamoasi tomonidan iliq kutib olindi. Amaliyotning ilk kunidanoq talabalarimiz zamonaviy klinik mashg'ulotlarga jalb etilib, ilg'or texnologiyalar, diagnostika va davolash usullari bilan yaqindan tanishishni boshlashdi. Eng sari yangiliklarni Qyud Digest'da kuzatib boring.